Assalomu alaykum. Mana ukalar Peterdan kelishgan Samaraga. Zayiz vez qilib mana ketyapmiz. Bugun 16-chishlo, 10-oy 2025-yil. Akalar qanday borib keldinglar? Yaxshi borib keldim dosh. Yaxshimi? Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hech qanday qiyinchilik yo'q. Granitsada ham qiyinchiliklar bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Yaxshi kirib chiqdik-a, xudo xolasa. Akalaringiz aeroportga ketyapmiz mana. Yo'ldamiz. Aeroportga ozgina qoldi. Endi hozir aeroportga borib, shundan Peterga uchib ketasizlar. Manzilinglarga yetasizlar akalar. Kecha kechqurun kelishuvdi, kutib oldik, olib kirib chiqdik, mana ketishyapti. Aka immigratsiyoningizni ko'rsatib qo'ying aka. Вот у нас еще гость есть, с Москвы она прилетела. Да, сестра? Как доехали? Как прилетели? Там на границе никаких проблем не было? Нет, не было никаких проблем, если все вовремя. Все хорошо? Все хорошо. Mana akalar, yaqin qilib ko'rsatib qo'ying aka srogini. Mana ilaydan chiqdik. 16-kun, 10-oy 25-yil. Assalomu alaykum. Mana Samara aeroporti. Mana akalar kirdi chiqib keldi. Peterdan kelishdi. Qanday borib keldinglar akalar? Zo'rmi? Rahmat. Zo'r hammasi. Salomga yetib olinglar akalar, ha?